Hurmatli quyon ishqibozlari, mana quyonlarimizga bugun olma berish jarayoni. Qaranglar, mana shu bitta olmani mana bundoq qilib 3 ga bo'lamiz. Mana shu ko'rdinglar, mana shunchasini bir dona quyonga beriladi, yetadi. Nimaga desanglar, ko'p bersanglar, endi ichi ketib qolishi mumkin. Mana yaxshi, zo'r olmalardan, mana toza olmalardan beramiz. Vitaminli bo'lgan mana. Xudo xolasa mana shu narsalarni video chiqarmasdim. Mana endi sizlar uchun ko'rsatyapmiz. Bugun olma bersak, 2-3 kundan keyin sabzi beramiz. U jarayonlarni ham hozir ko'rsatamiz. Hozir emas, keyingi sahifalarimizda ko'rsatamiz. Mana qarab turinglar, quyonchalarimiz ishini tomosha qilasizlar mana. Mana o'zi yaxshi ko'rib, intila deydi mana. Ko'rasizlarmi? Hop. Keling, omadini qilib mana. Ko'rsataylik mana. 1 2. Ana ish boshladi o'zi mana hofatga ko'rsatdik. Mazza qilib yo'qotdi. Mana aslida yana mening samesi bittada bo'ladi sразу. Mevalardan berib tursanglar, bularga ham vitamin. Qisqacha video qilib berdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.